Kımıldama tezsiz artık. Yengeci kuda balı kelyapti. रब दिखता Ha, pochcham chachin to'kib jegan opam nimaga? Yengeci shu uyni ko'karish xohlasangiz to'lga meni maqtang. Diqqat holimga g'o'zapoya uyaman, tandir quraman. Ana qaynisi-singlim to'nkarilib jotib, faqat meni pochchaga yomonlaydi. Sizga yana azob beryapman shunda. Bo'ldi bu patir bitdi jazosi menda. Bekir olman orqasidan suv ichdim-da, qornim g'ildiryapti. Ha yo'q, men kelganimga yuragingiz duppillab uryaptimi-kan deb o'ylabman. Qachon uylanmoqchisiz o'zi? Menga qolsa bugun uylanaman. Faqat shu bitta opamni boshida ko'tarib yuradigan qiz olmayapman-da. Yengechi, davay, boshimga chiqing, ko'taraman. Nima qildim? Voy, nima qilyapsan, qizim? Ay, ko'tarib yuring-da. Meni grijam bor. Qani chuva quda balog'i deysam, to'ydagi davolatib beradi. Endi men uylanmoqchi bo'lgan qiz yangasini kiyimlarni beruxsat kiyib sosib tashamasa, naborat o'zinikini bersa. Yengechi, endi kiyimlaringiz kiysam o'layaga. Mana, sepimda hamma kiyimlarim sizga. Qizim, sepingga qo'shib meni atlas ishtanimdan beryapsan. Voy, hurmada shirin qaynisingiz bor ekan, opa. Uylanishingiz aniq bo'ldimi, quda bola? Ya pashta aniq. Shunga uylanmoqchi bo'lgan qiz pishiq bo'lsa, tomdan tashlasa tirik qolsa-da. Siz qani tomdan tashlasa bo'ladimi? Hozir. Ye onasi debsiz, hozir men tomdan tashlaydi mana. Ammo oxirgi payt erga tegsam ba'zi bir qizlar uchun olimpiadada chempion bo'lganday bo'lib qoldi. Men erga tegaman. Voy o'lmasam. Opa, bo'pti, men ketdim. Voy qaynisi-singlim o'zini tomdan tashlab yubordimi? Ha, opa, siz qaynisinglim yomon deysiz. Qaynisingiz yomon emas ekan. Prosta yer desa tomdan tashlab yuboradiganlar xalidan ekanda.